Hammaga salom obunachilar. Muammo yuzaga kelib chiqdi. Ya'niki Visa karta bo'yicha Visa kartadan AliExpressdan narsa zakaz qilib bo'lmayapti. Ya'ni buyurtma qilib bo'lmayapti onlayn do'konlardan. Ya'ni chet eldagilarga to'lov qilib bo'lmayapti. Ya'ni u chet elga kiradi, misol uchun men O'zbekistonda emas. Ya'ni O'zbekistondan xarid qilmayman, chet eldan onlayn do'kondan. Lekin onlayn do'kon, chet el boshqa mahsulotlari ishqilib onlayn to'lovlarda ham hamma joyda o'tadi deb aytilgan, yozilgan ham, bu ularda yozilgan. Bu yolg'on ma'lumot emas. Lekinda mana 2 kun, 3 kun atrofida hozir ishlamay qoldi. Ya'ni vizada to'lov qilib bo'lmayapti. Kod kelyapti, kodni yozasizlar va u yoqda не удалось deyapti yokida bir SMS kelyaptida отказ degan. Keyin bankka murojaat qilsam, menga aytadi o'sha soliq qo'mitasi tomonidan cheklov o'rnatilgan deyapti. Buni men qo'ng'iroq qilib bilyapman. Menga hech qanaqa xabarnoma kelmayapti, уведомление kelmayapti-da. Men o'zim so'rab bilyapman. Qandoq ularning mahsuloti, men bu savol beryapman. Sizlarning mahsulotinglar-ku, men to'lay bilishim kerak-ku, to'lab bilishim emas, ya'ni xarid qila olishim kerak-ku deyapman-da. Yo'q deydi, o'sha soliq tomonidan cheklov o'rnatilgan deyapti. Nimaga undan xabarimiz yo'q? Nega to'lov qilaman? Nega cheklov berilyapti bizga? Hech qanaqa bir ommaviy axborot vositalari tomonidan hech qanaqa ma'lumot berilmagan. Shunda cheklov o'rnatib qo'yapti, bo'ldi. Shunga tushunmadim. Bank mahsulotlariga bank o'zining mahsulotiga javob bera olmayapti. Bu ularning mahsuloti. Sanoat qurilish bankiga, xo'sh, soliqdagilarga ham murojaatim bor edi. Sizlar ham bir xabarnoma berib qo'ysanglar, bizni bilib, misol uchun men vizani o'chirib tashardim umuman. Boshqa bir to'lov turlari rosa ko'p. Onlayn uni qilsa bo'ladi. Bu muammo emas, misol uchunda. Bu muammo emas, to'lasa bo'ladi. Shunaqa.